Ota, menga bir duo bering. Yomon shoshyapman. Ketasanmi o'g'lim? Ha, bormasam bo'lmaydi. Ha, mayli. O'g'lim. Sherzod bolam, aytmasam ilojim yo'q. Dorilarim tugadi bolam. Doktor aytdiki, buni doimo ichib turish kerak ekan. Bo'lmasa foydasi bo'lmas ekan bolam. Sherzod aka, ertaga tug'ilgan kuningiz. O'shanga ko'ylak olib beraman deb va'da qilgandingiz-ku. Shu hammasini bir paytga tiqishtirish shartmi? Qachon bir uydan men yaxshi bir kayfiyatda chiqib ketaman, ha? Keyin ota. Bir dori olgandan keyin hech bo'lmasa bir 7-8 kun iching. Hali bir 4-5 kun ham bo'lmadi-da. Qanchaga oldik ana kuni? 3-4 millionga oldik. Bir paket dori. Endi ota haftasiga 2 martadan bir paket dori ichavermaysiz-ku. Endi haligi o'qimagan vrachlar yozib beraveradi. Kerak emas dorilarni yozib beradi. Men eshitayapman, har kuni internetda yozishyapti. Biznes qilish uchun to'g'ri kelmasa ham bu firmani, u firmani yozib beraveradi. Uni surishtiring. O'zingizni yaqinroq vrachlaringiz bor, boshqalar bor. Undan ko'ra bir oyga 20-30 millionlik dori ichgandan ko'ra 20-30 millionga bir oyga davolanib kelsangiz bo'ladi-yu. Yaxshi bo'lib kelsangiz bo'ladi. Yil 12 oy dori ichasiz, bir qaysi oy men eslolmayman. Men yaxshiman, bo'ldi, hammasi joyida deganingiz. Dorini ko'p ichasiz, na yaxshi bo'lib ketasiz, na xarajatlarini ketib tugaydi. Ertalabdan mana shuni amallagin. Rahmat. Men ketdim. Kayfiyatlarni buzmasangiz bo'lardi. Sherzod aka. Keyin ota. Bir dori olgandan keyin hech bo'lmasa bir 7-8 kun iching. Hali bir 4-5 kun ham bo'lmadi-da. Qanchaga oldik ana kuni? 3-4 millionga oldik. Bir paket dori. Endi ota haftasiga 2 martadan bir paket dori ichavermaysiz-ku. Bu nima qilganingiz? Sizni dastingizdan tinchlik bormi yo'qmi? O'z uyida sinmagan idish qolgani yo'q. Sizga kimdir yig'ishtir deb aytdimi? Yo'q, siz nimaga bunaqa aqllilik qilaverasiz? Uzr kelin, uzr, men Sizni xonangizdan chiqmay o'tirganingiz yaxshi edi. Mayli. Boring, xonangizga borib o'tiring. O'zim yig'ishtirib olaman. Uy ishlariga-ku umuman aralashmang. Hamma narsa o'zimning qo'limdan keladi. Tezroq o'lsa bo'lardi bu ham. Qarichol. Assalomu alaykum bobojon. Yaxshimisiz bobojon? Mana sizga oyim issiqqina ovqat berib yubordilar. Yaxshimisiz bobojon? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Rahmat, umringiz. Mana ichib oling issiqqina ovqat. Sizga oyim hozirgina pishirib berib yubordilar. Sizga olib chiqib ber dedilar. Rahmat bolam. Asilbek, yaxshimisiz? Assalomu alaykum kenaya. Ha, bu darvozani taqillatib kirmabsiz-da. Uyda odam bor edi. Taqillatdim kenaya, hech kim eshitmadi. Kelin, uy begonaniki emas. Dadajon, uyda issiq ovqat yo'qmidi? Ovqat kerak bo'lsa, o'zimiz ham qilib olamiz. Har kuni ovqat tashish shart emas. Oyingizga yetib qo'ying. Shundoq ham olib kelgan ovqatinglarni itga tashlaymiz. Agar shunchalik mehribonchilik qilginglar kelsa, bozorlikka pul tashab ketinglar, dorilarga pul tashab ketinglar. Kenaya, ovqat sizga emas, bobomga olib keldim. Menam boboyingizni o'ylab gapiryapman.
Oyim yaxshi ovqat qilganlari uchun ilindik bobomga. Bo'ldi. Talashmanglar. Men bo'lam. Olib qo'y. Uyda hamma narsa yetarli. Rahmat bo'lam. Uyda hamma narsa yetarli. Oyizga aytib qo'ying. Dadajon. 2 kun issiq ovqat bermaganimga darrov qizingizga telefon qilib aytishingiz shart emas edi. Men telefon qilganim yo'q. Ko'rdik mana telefon qilmaganingizni. Har kuni ovqat kelyapti-ku. Uydagi gapni ko'chaga olib chiqmang. Ovqat kerak bo'lsa, o'zimiz ham qilib olamiz. Har kuni ovqat tashish shart emas. Oyizga aytib qo'ying. Shundoq ham olib kelgan ovqatinglarni itga tashlaymiz. Agar shunchalik mehribonchilik qilginglar kelsa, bozorlikka pul tashab ketinglar, dorilarga pul tashab ketinglar. Kenni, ovqat sizga emas, bobomga olib keldim. Men ham boboyingizni o'ylab gapiryapman. Voy, rostdanmi? Biron kun yig'ilsak bo'lar ekan. Voy, sizlarni rosa sog'indim-ey. Uy ishlaridan ortib bora olmayapman hamda. Voy, shunaqa. Kelin. Ha, bo'ldi, boraveramiz. Kelin. Nima? Uzr, kelin. Shoshmay tur. Kelin, menga qizim telefon qilish kerak edi. Shunga telefoningizdan gaplashay, iltimos. Kim telefon qilmoqchi edi? Qizim telefon qilmoqchi edi. Yana bizani yomonlaysizmi qizingizga? Yo'q. Nimani buncha gaplashasizlar? Yo'q, yomonlamayman. O'zingiz ham telefoningiz bor-ku? Uni puli tugab qolgan. Keyin ovozi yaxshi kelmaydi, eskirganda telefon. Iltimos. Adajon, biror bir kun nolimay yashagan kuningiz bormi? Har doim bitta muammongiz bo'ladi. Shu damashniy telefon ham sizga kerak. Ha, nima deyotganding, gapir. Qaynatam. Asabimni buzyapti. Ha. Bo'pti, e'tibor berma. Kayfiyatim ham buzildi. Ha, bumi? Voy, erimma adasi. Telefon bering deb jonimga tegib ketdi boru. Har kuni bitta muammo. Kayfiyatim ham buzildi. Qarib qolganlar-da, tushunasan. Nima deyotganding, gapir. Bo'ldi. Tashkillashtiringlar. Men har doim shu yerdaman. Voy, endi uyda o'tiraveradi. Endi shu banketga ham olib boravermayman-ku, qaynatamni sudrab. Shunaqa. Bo'ldi, mayli. Bo'pti, menga telefon qilib xabarlashgan. Bo'pti, xo'p, mayli. Dada, kelin. Dada, uydamisizlar? Voy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi kelyapsizmi? Rahmat. O'zlaringiz yaxshimisiz? Ha, xudoga shukr. Dadam yaxshilami? Rahmat, yaxshilar. O'zi yaxshi borib keldingizmi chet ellarga? Rahmat, yaxshi. Chet el qalay ekan, yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Maza qilib keldik. Yaxshi bo'pti-da. Opa, shu bir gap aytsam xafa bo'lmaysizmi?
Ha, yo'q, nega endi? Shu bir chet ellarga borib, aylanib kelgancha adezga qarab qo'ysangiz bo'larmidi? Nega? Nima qilibdi dadam nega? Yo'q, shunchaki hech narsa bo'lgan yo'q, o'zim aytyapman. Dorilariga ozgina qarashib, davolanishlariga, hech bo'lmaganda usti boshlariga biron nima olib bersangiz bo'lardi. Nega? Ukam bor-ku. Sherzod pul bermayaptimi? Yo'q, hamma narsani Sherzod akam qilib beryaptilar-yu. Endi shunchaki siz ham farzandisiz. O'shanga aytyapman. Ha, shunaqa deng. Ha, endi odam o'zi puli ko'paygandan keyin nima qilishni ham bilmay qolar ekan. Keyin endi shu. Nimaga unaqa deyapsiz, kelin? Borsam bir chet elni aylanib kelibman. Har kun chiqayotganim yo'q. Hozir dadamni ko'rgani keldim. Davolanishlariga, dorilarga qarayman hali. Shunchaki ukamga ishonib qopman-da. Ha, endi bir ko'nglingizga sig'adi deyman-da. Adezlab o'tdi. Siz naryoqda chet el yursangiz deyapman-da. Mayli. Kelin, siz bilan tortishgani kelganim yo'q. Odamlarni ko'rgani kelganman. Siz bemalol ishlaringizni qilavering. Men ularni ko'rib chiqaman. Bo'pti, ishingizni qilavering. Dadajon. Men ham sizga Dada. choy damlab beraman deb aytganim yo'q. Ishingizni qilaveringmish. Adasiga ham hech nima olib kelmagan. Pas. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimi? yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Xudoga shukr. Xo'sh, men mana shu mahallani yangi raisi bo'ldim. Shunaqami? Menga nima xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qilavering. Ismingiz nima? Ismim Nodir. Rahmat Nodirjon. Men mana shu uyda turaman. Ha, yaxshi. O'g'lim Sherzodni taniysiz. Ha, Sherzodni taniyman. Kelinimni taniysiz. Taniyman. Bemalol vaqtingiz bo'lsa, keling, choy ichib, gaplashib. Bizga nima xizmat bo'lsa, nima yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Muammolar bo'lsa, bartaraf qilamiz. Kamchiliklaringiz yo'qmi hozir? Hammasi joyida. Xizmatlar bo'lsa, bemalol. Xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Baraka toping. Yaxshilikda ko'rishaylik. Aytganingiz uchun rahmat. Xo'p, Omon mayli. bo'ling. Tashakkur. Oyi, bobomlarnikiga qachon borasiz? Nega so'rayapsan? Ishdan bo'shaganimda biror kun boraman. Tezroq borsangiz yaxshi bo'lardi-da. Nimaga? Nimadir bo'ldimi? Ha, men bordim. Choyga non botirib yeb o'tirganini ko'rib, rahmim kelib ketdi, oyi. Bobomni shunaqa ahvolda tashab qo'yibmiz. Ko'rib, men ham achinib ketdim. Ha, yo'q, shunaqami? Men ukam bilan kelinga rosa ishonib qo'yibman. Voy, o'sha kinamga ishonmasangiz bo'lardi-da. Zahar-ku. Turishidan bilinadi-yu, o'zi uni qanaqaligi, oyi. Shunaqa degan. Voy bechora dadam. Qachon qalaysiz deb so'rasam yaxshi deydilar. Kelinni aybini yashirganlari yashirgan. Kecha ham telefonda gaplashganimizda issiq ovqatlar qilib qo'ygan, hammasi yaxshi dedi. Bergan ovqatingizni olib borgandim, kenayim itga tashab berar ekan. Qaytarib olib keldim. Bobom majburlab qaytarib berib U kenayim menimcha g'alatiroqga o'xshadi. G'alatiroq emasmi? O'zim bora olmaganimga yarasha issiq ovqat jo'natgandim. Menimcha borganingiz yaxshiroqmi deyman-da, oyi. Tezroq boring. Kenayim bunaqada bobomga rosa ozor beradilar. To'g'ri aytasan, bolam. Unda yaqinda o'tib kelaman. Shu kunlarda o'tib kelaman.
Ha, oyi, shunaqa qila qoling, yaxshi bo'lardi. Bor sen darslaringga qara. Ha, mayli. Dadamni shuncha qiynalishlariga jim qarab turdim. Ey Xudo. Bechora dadam qarovsiz rosa qiynalyaptilar ekanda. Ertagayoq borib ko'rib kelaman. Omon bo'lsin. To'g'ri aytasiz, oyi. O'g'lini baxtini onaning tabassumida, onaning kulgisida ko'rish mumkin. Sizga va'da beraman, oyi. Ishoning. Dada. O'zi sizda insof degan narsa bormi? Yo'q, men tushunmayapman-da. Sizga qanaqa qilib gapirishni bilmayapman to'g'risi. Kechasi soat 1da televizor ko'rib balo bormi? Hech bo'lmaganda uxlayotganda tinchlik berasizmi, yo'qmi? Yoki oyim aytganlaridek sizni uylantirib qo'yaylikmi? Qadrdonlarini uzoq safarga jo'natish qanday? Zorajim uxlarmidingiz kechqurun? Men sizga o'xshab kunduzi faqat yurmayman, ishlayman, ish qilaman. Qadrdoni bo'la turib yolg'iz yashash Hech bo'lmasa kechqurun tinchlik bering. Eshityapsizmi meni? Dada? Eshityapman. Har bir bo'stonning dunyoda tengi yo'qdir. Sizga nima deb gapirdim? Umuman farqi yo'q. Yurtim deb har chechagi, gullar har bir Sizga gapirdim nima, devorga gapirdim nima? bo'lajagi. Bo'stonning Bu uyga kelganimga ming la'nat bor. Dada. Ishdan charchab kelganman. Kelishim bilan yana muammoda. Dada, ozgina menga ham rahmingiz kelsin. O'zi tinchlik bormi bu uyda, yo'qmi? Yo'q, dada. Agar bizlar bilan yashagingiz kelmasa, to'g'risini ayting, nima qilasiz bunaqa qiynab? Yo bizlar chiqib ketamiz. Yoki sizga biror joyda bir yaxshi sharoit qilib beray. Zo'r joylar bor. Mehmonxonalar $500, $1000 ga zo'r kvartiralar beradi. Bitta yordamchisi bilan. Hozir qariyalar uyini ham sharoiti zo'r ekan. Televizorda ko'rsatishdi. Yo, mendan xafa bo'lib bunaqa qaramang, dada. Endi qiynalyapman-da. Na uyqum bor, na halovatim bor. Nima qilay? Xotinimni haydab yuboraymi? Ketsin desangiz,
Ketadi. Haydab yuboraymi? Bolam, dorimga pul topolmayapsan-ku. $500 menga uy olib berasanmi? O'g'lim, Qiynalib bo'lsa ham, qarz olib bo'lsa ham olib beraman sizga. Shunaqa. Faqat tinch yashasam bo'ldi shu uyda. mayli. Mayli, roziman. Top uyni. Xo'p dada, faqat hozir mana shu televizorni o'chiraylik. Iltimos sizdan. Televizor o'chiraylik. 24 soat televizor ko'rib bo'lmaydi-ku. Birozgina dam oling, ko'chaga chiqib aylaning, mana mahallaga chiqing, tengdoshlaringiz bor. Bo'ldi bolam. Top uyni. Top, men ko'chaman. Xo'p dada, ertaga topaman. Hozir kirib uxlang, iltimos sizdan. Qarigandan keyin odam shunaqa inja bo'lib qolar ekanda. Nima unaqa tushunmaydilar bizani? Men nima aybim bor bu yoqda, ikki o'rtada? Dada. Bobojon. 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 Ha, labbay. Assalomu alaykum bobojon. O'qishga kirdim, tabriklang. Voy. Rostdanmi? Ha, bobojon. Men bilardim kirishingni, aqlliginam. Tabriklayman seni bolam, tabriklayman. Bilardim o'z kuching bilan kirishingni. Menga qara. Endi oliy ma'lumotli bo'laman bobojon. Shoshma, menga qara. Mana bu pulni ol. Yo'q bobojon, solib qo'yavering. Kerak emas. Yo'q, mana bu o'rtoqlaring bilan, do'stlaring bilan marojni olib yeysan. Mani nomimdan ola qol bolam. O'g'lingizga sovg'a oldingizmi? Ha, sizda pul yo'q edi-yu. Yo'lkiraga pul yo'q. Doriga pul yo'q. Telefonga pul yo'q. Lekin har doim muammoingiz bor. Qayoqdandir nevarangiz yugurib kelsa, unga pul topiladi har doim. Mayli bobojon, pullab qo'yavering. Shart emas bobojon, mayli. Yo'q bolam. Kerak emas bobojon. Menga qarang. Meni yonimda rol o'ynashingiz shart emas. Yoki oyijoningiz o'rgatib qo'ydilarmi? Bobongdan nafaqa pulni olib kelib. Dadajon, agar pulingiz oshib toshib yotgan bo'lsa, dorilaringizni o'zingiz olib iching. Ha deb o'g'lingizga aytavermasdan. Mayli bobojon, men bora qolay. Mayli. Shunda pullab Yo'q qo'ying bolam. bobojon. Olib qo'y, kerak emas. Shart emas Bo'ldi. dedi. Bora qol. Hammani oldida rol o'ynash shart emas. Shu o'lmadingiz. Qutulmadim-da. O'lmadingiz. Qutulmadim-da. O'lmadingiz. Qutulmadim-da. Alo, qizim. Va alaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Bezovta qilmadimmi seni? Yo'q, yaxshiman, Xudoga shukr. Sog'lig'im yaxshi. Men nimaga qo'ng'iroq qilyapman? Iloji bo'lsa, agar bolam vaqting bo'lsa, yarim soatga kelib ket bolam. Nevaralarimni sog'indim. Yo, menga qara. Kunduzi kelsang hech kim bo'lmaydi uyda. Bafurja o'tirib, biroz soat gaplashib olamiz, xo'pmi? Jazirikib ketdim. Sog'indim seni. Yo'q, u bo'lmaydi. Kunduzi uyda hech kim yo'q. Xo'pmi bolam? Kelasanmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. O'zing kelsang bo'ldi. Kutaman. Anaqa bolam, nabiralarimni ham olgin. Bo'ldi. Xo'p, bo'ldi. Bolam, ertagacha men kutaman seni. Xo'p?
Keyin ota. Bir dori olgandan keyin hech bo'lmasa bir 7-8 kun iching. Hali bir 4-5 kun ham bo'lmadi-da. Qanchaga oldik ana kuni? 3-4 millionga oldik. Bir paket dori. Endi ota haftasiga 2 martadan bir paket dori ichavermaysiz-ku. Anchadan beri ayolimni ham ko'chaga olib chiqa olmayapman. Uyda ham zerikib ketgandir. Dadam borliklari uchun dugonalarni ham chaqira olmayapti uyga. Dadamni yolg'iz tashlab keta olmasa, qari kishining injiqliklarini ham ko'tarish oson emas. Shunga chidab yashayapti. Bir shahar aylantirgan olib chiqishim kerak. Qayerga olib borsam ekan? Yaxshi bir restoranga. Allo. Labay Sherzod aka. Allo. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Qayerdasan? Ha, uydaman. Nima qilyapsan? Shu, uyoq-buyoqlarni tozalab yurdim. Kechki payt aylanishga boramiz, tayyorlanib tur. Rostdanmi? Ha. Qayerga? Buni sir. Borganda ko'rasan. Muhimi mazza qilib bir aylanaylik bugun. Ancha bo'ldi bormaganimizga. Yana bitta narsa so'rasam maylimi? Mayli, aytaver. Adajon ham boradilarmi? Nimaga so'rayapsan? Endi shunchaki ikkalamiz aylanib kela qolaylik deb o'tdim. Men ham boray desalar, u bu narsa devoring, xo'p? Ularni orqalaridan yurmaymiz-ku. Yetaylar. Hech bo'lmasa ko'chada ikkalamiz mazza qilib yuraylik. Uyda usiz ham tinch o'tira olmayapmiz. Mayli. Bemalol. Unda o'zimiz borib aylanib kelaveramiz. Bemalol-u. Sen xohlagandek bo'ladi. Buni o'ylama. Ishlarim tugatib boraman. Faqat ertaroq tayyor bo'lib tur. Xo'p, uyga yaqinlashganimda telefon qilaman. Xo'p, mayli. Rahmat. Faqat kechikmang, xo'p? Mayli, xo'p. Xo'p. 3-4 marta nabiringiz kelibdi dada. Kelin urishib yuboribdi dada. Malol kelmasa, ko'nglingizga kelmasa, sizni uyimga olib ketsam. Menga qara. Odamlar nima deydi? Kuyov nima deydi? Bolalarim nima deydi men borsam? Keyin menga qara. O'zim qurgan uy. Oying shu uyda vafot etgan. Meni aybim nima? Men tushunmayman. Men o'g'limni yomonlamayman. Kelinimni ham yomonlamayman. Qanaqadir tushunmovchilikdir-da. Ayta olmayman kelinga. Sababini ham bilmayman-da. Gunohim nimada tushunmayman. Men bu yerdan chiqa olmayman, qizim. Yo'q. Mayli. Allohga topshiraman. Alloh o'zi yo'lini ko'rsatadi. Mana shunaqa gaplar, qizim. O'jarlik qilmang dada. Kuyovingiz bilan gaplashganman. Ular jon deyishadi borsiz. Xursand bo'lishadi siz borsiz. Qaynonam bilan qaynotamning o'limidan keyin uyimiz huvillab qolgan. Undan ko'ra ijaraga chiqaman. Shundan keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin men buni shunchaki qo'yib qo'ymayman. Kelin bilan hozir gaplashib olaman. Yo'q, aralashma, indama. Qani o'zi qayerda? Iltimos, qo'y. Meni tinchligimni o'ylasang gapirmagin. Hech narsa dema, iltimos sendan. Bo'ldi. Hech narsa bo'lmaydi. Shunchasiga chidadim, bu yog'iga ham chidayman. Bolam, tur, vaqting bo'ldi, ancha vaqt bo'ldi, kuyov keladi. Tur, seni kuzatib qo'yay.
Voy, mani haydamang Yo'q, dada. haydaganim yo'q. Yaxshi, hammasini oldingmi? Oldim. Yaxshi. O'g'lim, Bugun bir mazza qilib aylanamiz Ha. kechgacha. o'g'lim, men tayyorman. Mana, kiyimlarimni kiydim. Ota, Ha? biz faqat yoshlar aylanmoqchimiz. Yoshlar o'tiradigan bir restoranda. Ha, mayli. Yosh katta odamlar yo'q u yoqda. Ha, mayli, bo'pti. Siz uyda o'tirib tursangiz, biza shirinlikmi nimadir olib kelib beramiz Hop, hop. yeyishingizga. 3-4 xil ovqat olib olamiz. Mayli, mayli. Keyin ota, qayergadir olib bormoqchi bo'lsam, men o'zim sizga aytaman. Xo'pmi? Hozir Mayli bolam. xuddi shunaqa qilyapsizki, men Yo, 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 yo. ketyapman, tashlab ketyapman. Yo'q, 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 xafa bo'lma. Bo'ldi, bo'ldi. Xiralik qilyapsiz-da. Yo'q, yo'q, xafa bo'lma. Bo'ldi, men kutaman. Boringlar. Yaxshi boringlar. Xafa bo'lmaysiz endi. Yo'q, yo'q, mayli, yaxshi boringlar. Yur. Yosh katta odamlar yo'q u yoqda. Ha, mayli, bo'pti. Siz uyda o'tirib tursangiz, biza shirinlikmi nimadir olib kelib beramiz Hop, hop. yeyishingizga. 3-4 xil ovqat olib olamiz. Mayli, mayli. Keyin ota, qayergadir olib bormoqchi bo'lsam, men o'zim sizga aytaman. Xo'pmi? Hozir Mayli bolam. xuddi shunaqa qilyapsizki, men Yo'q, 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 ketyapman, yo'q. tashlab ketyapman. Yo'q, 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 xafa bo'lma. Bo'ldi, bo'ldi. Xiralik qilyapsiz-da. Yo'q, yo'q, xafa bo'lma. Bo'ldi, men kutaman. Boringlar. Yaxshi boringlar. Xafa bo'lmaysiz endi. Alo. Ha? Ha, rahmat bolam. Yaxshi hammasi. Ya, men nima qilaman borib? Hamma yoshlar u yerda. Yo, mashina bilan keldi. Men so'radim, qariyalar bo'ladimi yoki hech kim bo'lmaydi yoshlar dedi. Men aytdim, men nima qilaman borib bolam? Yo, unaqa qilma. Mana kelin, mastava qilibdi. Manti qilibdi. Mana achchiqini mastavani ichdim. Ana endi mantini. Ha. Qildi bolam. Hammasi yaxshi. Tinch. Yo'q, kerak emas. Yo'q, kerak emas. Mana yaxshi o'tiribman bolam. Ha, endi menga qarab, men o'zim yo'q dedim. Yo, men yonini olganim yo'q. O'zim yo'q dedim. Mayli bolam. Yaxshi qolinglar. Xo'p, sog' bo'l. Keyin ota, bir dori olgandan keyin hech bo'lmasa bir 7-8 kun iching. Hali bir 4-5 kun ham bo'lmadi-da. Qanchaga oldik ana u kuni? 3-4 millionga oldik. Bir paket dori. Endi ota haftasiga 2 martadan bir paket dori ichavermaysiz-ku. Endi haligi o'qimagan vrachlar yozib beraveradi. Kerak emas dorilarni yozib beradi. Men eshityapman, har kuni internetda yozishyapti. Biznes qilish uchun to'g'ri kelmasa ham bu firmani, u firmani yozib beraveradi. Uni surishtiring. O'zingizni yaqinroq vrachlaringiz bor, boshqalar bor. Undan ko'ra bir oyga 20-30 millionlik dori ichgandan ko'ra 20-30 millionga bir oyga davolanib kelsangiz bo'ladi-yu. Yaxshi bo'lib kelsangiz bo'ladi. Yil 12 oy dori ichasiz, bir qaysi oy men eslolmayman. Men yaxshiman, bo'ldi, hammasi joyida deganingiz. Dorini ko'p ichasiz, na yaxshi bo'lib ketasiz, na xarajatlarni ketib tugaydi. Ertalabdan
Mana shuni amallagin. Rahmat. Har kuni ovqat tashish shart emas. Oyizga yetib qo'ying. Shundoq ham olib kelgan ovqatinglarni itga tashlaymiz. Agar shunchalik mehribonchilik qilginglar kelsa, bozorlikka pul tashab ketinglar, dorilarga pul tashab ketinglar. Yo biz chiqib ketamiz. Yoki sizga biror joyda bir yaxshi sharoit qilib beray. Zo'r joylar bor. Mehmonxonalar $500, $1000 zo'r kvartiralar beradi. Bitta yordamchisi bilan. Hozir qariyalar uyini ham sharoiti zo'r ekan. Televizorda ko'rsatishdi. Yo, mendan xafa bo'lib bunaqa qaramang dada. Endi qiynalyapman-da. Na uyqum bor, na halovatim bor. Nima qilay? Xotinimni haydab yuboraymi? Ketsin desangiz, ketadi. Haydab yuboraymi? Bolam, dorimga pul topa olmayapsan-ku. $500 ga menga uy olib berasanmi? Hamma oldida rol o'ynash shart emas. O'lmadingiz. Qutulmadim-da. Yosh katta odamlar yo'q yo'qda. Mayli, bo'pti. Siz uyda o'tirib tursangiz, biz shirinlikmi nimadir olib kelib beramiz yeyishingizga. 3-4 xil ovqat olib olamiz. Mayli. Keyin ota, qayergadir olib bormoqchi bo'lsam, men o'zim sizga aytaman. Xo'pmi? Hozir mayli bolam. Xuddi shunaqa qilyapsizki, men ketyapman, tashlab ketyapman. Yo'q, xafa bo'lma. Bo'ldi. Xiralik qilyapsiz-da. Yo'q, xafa bo'lma. Bo'ldi, men kutaman. Boringlar. Yaxshi boringlar. Xafa bo'lmaysiz endi. Yaxshi o'tirdik-ya bugun. Iya. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Qachon keldingiz? Senda insof degan tushuncha bormi? Nima gap opa, tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi? Xo'p, tug'ilgan kuning ekan. Xo'p. Hech bo'lmasa dadamga ovqat qilib tashlab ketsanglar bo'ladi-ku. Biz ko'chadan olib kelamiz deb aytganmiz Adajonga. Xo'p, qani ovqating? Iltimos tansiramang. Opa, Yonini ol, ha? Xotiningni yonini ol. ovqat aytganman. Hozir keladi 15 minutda. Oyimni haqqi hurmati uka. Nima qilganing bu? Dadamni xor qilibsan-ku. Boqolmasang, eplolmasang olib ketaman. Shu kunlarni oyim ko'rganda edi. Opa, bo'ldi qiling endi. Bu gaplarni aytish oson. Hamma biladi bunaqa gaplarni gapirishni. Iya. Dada? Dada? Dada, sizga nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Voy, nima qilib o'tiribsan? Bor, tez yordam chaqir. Tez yordam chaqir. Dada, meni qo'rqitmang, dada, tirik. Tez yordamga qo'ng'iroq qil. Bor. Men nima deyman? Bor. Dada. Iltimos ko'zingizni oching. Dadajon, ko'zingizni oching, dada. Shifokorni chaqir tezroq. Turing, dada, turing. Suv olib kel, suv beray. Juda ham holsiz bo'lib qolganlar-ku. Kuchli ovqat berib-olsalarmi o'zi? Bunaqa yoshda odam baqvat ovqat yeyish kerak. O'zi oxirgi payt ko'p dori ichib yordilar-da. Gap dorida emas. Dori bunaqa ta'sir qilmaydi. Qarov yaxshi bo'lganda bunaqa bo'lmasdi. Endi havoni qarang, singlim. O'zi ko'cha issiq. Uy undan battar. Ko'chaga umuman chiqmayaptilar. Juda qattiq asabiylashganga o'xshaydilar.
Agar yana bir marta shunaqa asabiylashsalar, otangizdan ajralib qolishingiz mumkin. Menga qarang, vahima qilmang. Katta vrachlar bor. Avval tekshirtirish kerakdir. Bundoq qarab analiz qilib tashlayvermaydi-yu. Oxirgi marta qachon tekshirtirganinglarni o'zingizlar ham bilmayapsizlar-ku. Katta doktorlarmi deysizmi? Senim har 2 kunda birida vrachlarning yonidalar. Har kuni bir paket dori bilan keladilar uyga. Xullas, men xizmatimni bajardim. Hammasini aytdim. Endi qarasanglar mana, otasizlarniki. Poliklinikaga olib chiqing. Biz analizlarni olishimiz kerak. Opa, siz o'zingiz olib chiqa qoling. Xo'p, o'zim olib chiqaman. Bularga ishonch yo'q. O'zim olib chiqaman. Bu nima deganingiz, opa? Ha, nima? Sen jim tur. Kelib gapirib ketish oson. 3 kun qarang, o'zingiz bilasiz. Qarang kelin, rol o'ynayapti ekanlarmi? Balki doktor ham aldayotgandir. Opa, Sani qachon ko'zing ochiladi? Ovozingni o'chir. yaxshi apparatlar bor tekshiradigan. Bu qiz gapiga ishonmaydi, biz bilan urushmoqchimisiz? Bir 5 kun qarang qani kelib, nima bo'ladi? Bilmay turib, gapirish oson hammaga. Xotiningni chizgan chizig'idan chiqmaysan. Hozir gaplashish kerakmi shuni? Bo'ldi, qilinglar iltimos. Bemorni boshida urishyapsizlarmi? Mana shu odamga ayting shu gapingizni. Nima qilay, jonim achiydi-da. Bo'ldi, men ketdim. Poliklinikaga olib chiqinglar. Men bularga hozir tinchlantiradigan ukol qildim. Olib chiqishingiz sizlardan chiqmasin. Mayli, yaxshi qolinglar. Agar dadamga nimadir bo'lsa, bilib qo'y. 2 qo'lim yoqingda bo'ladi. Sani o'zingni farzanding shunaqa qilsa, qanaqa ahvolga tushasan? Opa, juda oshirib yubordingiz endi. Men ham dadam yaxshi ko'raman. Yig'ishtir, ko'rdim dadangni yaxshi ko'rishingni. Agar sani farzanding bo'lganda edi, otamga nisbatan mehrli bo'larding. Xudo senga ko'rib turgani uchun balki farzand bermayotgandir. Opa, menda ham yuragi bor. Gap ko'tarmaydi bular. Mani kechiring, dadajon. Onam o'tgandan keyin sizga e'tibor bera olmadim. Men notavon farzandingizni kechiring. Dadajon, men notavon farzandingizni kechiring. Oyimdan keyin sizga yaxshi qara olmadim. Ha, qizim. Bo'lmaydi. Ering bilan ajrashasan. Oyi, iltimos, men oilamga endi aralashmang. Bunaqa qilaversangiz, men ajrashib ketaman. Ajrasang ajrasharsan, bitta yerga tegarsan. Siz uchun shunchalik osonmi? Nima bo'pti? Men seni xor qilib qo'ymayman bunday. Men siz o'ylaganchalik xor bo'lganim yo'q, oyi. Ha, ko'rib turibman, bilib turibman. Hammasini ko'nglim sezib turibdi meni. Qanaqa xor bo'layotganingni. Hozir kuyov kelsin, o'zim gaplashaman. Men siz o'ylaganchalik yomon yashayotganim yo'q, oyi. Sizni aytganlaringizni qilib, juda ham ko'p xato qilganman, oyi. Sen hech qanaqa xato qilganing yo'q. Ular seni ko'nglingga qarashga majbur.
Chunki sen u uyni bittagina ayolisan. Hech kimni ko'ngliga qarashga majbur emas. Mani qizimmisan? Kerak bo'lsa ko'nglingga qarashga majbur ular. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, yaxshimisiz kuyov? Nima gap, tinchlikmi? Keldingizmi? Tinchlik emas. Tinchlik bo'lganda sizni chaqirmasdim. Nega unaqa gaplashyapsiz, tinchlikmi? O'zingiz ham ko'ring mana, qizimni ahvolini qarang. Sizga berganimda qanaqa edi bu? Oyi, o'ylab gapiryapsizmi? San jim o'tir. Menga qarang. Agar sizga qizim kerak bo'lmasa, menga kerak. Uyga olib kelib qo'ying-da, mana shu yerda qolsin. Menga to'g'risini aytsam, bugun shunaqa charchadim. Hozirgi vaziyatni umuman farqi yo'q. O'zi tanlasin. Xolasa, men otamga yaxshi qarab yashasa agar, yashaymiz. Agar qaramayman, har kuni mana shunaqa janjal chiqaraversa agar, meni boshqa ilojim yo'q. Meni ko'chada qolgan qizim yo'q. Qizim hech ham menga og'irligi tushmaydi. Bormaydi hech qayerga. Men kerak bo'lsa, qizimni o'zim boqib olaman. Oyi, o'ylab gapiryapsizmi? Unaqa demang. Ha, o'ylab gapiryapman. Sen aralashmay jim o'tir. Men ketaman, oyi. Qayerga ketasan? Hech qayerga ketmaysan, uyda o'tir. O'zim boqaman seni. Menga qarang. Meni eshtinglar. Agar siz bizning oilamizga umuman aralashmasangiz, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Har kun telefon qo'yib, gap o'rgatvermasangiz, bizning o'rtamizda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shu esdan chiqmasin. To'g'ri aytyaptilar, oyi. Ha, kuyov. Menimcha bu yog'iga yaxshi bo'ladi. Meni ko'zim yetyapti. Aniq ishonasanmi? Qaragin menga. Oxiri eshigimga yig'lab kelmagin. Bir marta kechirdim seni. Hech qachon yig'lab bormaydi. Boshqa kechirmayman buni. Siz undan ko'ra bizning uyimizga mehmon bo'lib, shunchaki kelib tursangiz bo'ldi. Menga ishoning, qizingizni baxtli qilaman. To'g'ri aytyaptilar, oyi. Ha, mayli, pushaymon bo'lmasang bo'ldi, qizim. Menga farqi yo'q. Uyga ketamiz. Faqat oyi, siz xafa bo'lmang, xo'pmi? Bizning uyga undan ko'ra mehmon bo'lib, aylanib boring, gaplashib o'tiramiz. Yo'q, men sizdan xafa emasman. Lekin meni ham qizim baxtli yashashi kerak-da. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hozir kiyimlarimni yig'ishtirib chiqaman. Ketdik. Bo'pti, yaxshi boringlar. Ha, shular tinchib ketsa, men ham yaxshi yashardim. Tinch bo'lardim. Men ham sarson sargardon bo'lmasin deyman-da. Onaman-da.